Chumoli hasharotlar uyingizga kirmasligini xohlasangiz, unda bu usuldan albatta foydalanib ko'ringlar. Buning uchun bizga atir sovun kerak bo'ladi. Qirg'ichdan chiqarib olamiz va uni ustidan ozgina granula va kofe va uni ustidan uksus solib, massani bir xil ko'rinishga keltiramiz va folgaga solib, dumaloq ko'rinishga keltirib olib, teshib chiqamiz va uyimizda muammosi bor joylarga, ya'ni chumollar kiradigan joylarga qo'yib chiqamiz. Qarabsizlarki, chumollardan asar ham qolmaydi. Undan tashqari kirlardan zo'r hid kelib turib, bir hafta 10 kungacha ham umuman hidi ketmasligini xohlasangiz, pastelaringizdan, sochularingizdan Jetif granulalardan foydalanishlarini tavsiya qilaman. 4 xil hidligi bor qizlarjonlar va bularni xohlaganingizdan olsanglar bo'ladi. Men 4 xildan ham olib ko'rdim. Pastellarimga, sochularimga, farzandlarimning kiyimlariga albatta shundan ishlatyapman va hidlari juda ham zo'r ekan, turar ekan. Dazmol qilganimda ham shundoq kiyimlardan kelyapti. Agar sochularingiz dag'al bo'lib qolgan bo'lsa, unda sizlarga kirmoshinaga solganingizda yildan keyin granula solib, kirmoshinani shunaqa funksiyasi bor. Agar bilsanglar, dazmol qilish funksiyasi, birinchi rejimni belgilab olasizlar va bu tarafda ko'rasizlarmi, bosadigan joylar bor. Shuni bossanglar ham dazmol qiladi, ham poloskalarini ketkizib, ya'ni g'ijim qilmasdan chiqarib beradi. Bu granulalarni uzun marketdan xarid qilishingiz mumkin. Silkasini profilimda qoldiraman. Albatta olib, zakaz qilib sizlar ham ishlatib ko'ringlar.